Doktorlarga telefon qiladi, narx-navoni biladi, qimmatligi uchun ko'chaga tashlab ketadi. Bu bitta variant. Ikkinchi variant hozir juda ham trendga chiqib ketishyapti. O'rtoq dermatologlarimiz, odam vrachlari aytishadiki, mushukdan yuqadi lishay. Ya'ni mikrosporiya degan kasallik bor, mushuklardan ko'p yuqadi. Lekin bu kasallik asosan sportsmenlarda kuzatiladi. Ya'ni mard bilan va shunga o'xshagan sport bilan shug'ullanadiganlarda ko'p uchraydi bu kasallik. Ba'zilarda mushuk kasal bo'lmaydi, oilasida boshqa odam olib kelgan bo'ladi. Chunki bu kasallik, mikrosporiya zoonoz deyiladi. Shu sababdan ko'pchilik aytayotdi, mushuk boqmaylar, unaqa bo'lasiz, mushuk boqmaylar, bunaqa bo'lasiz. Faqat bu noto'g'ri. Chunki o'zim yana 4 yoshli qizim bor, 1,5 yoshligidan beri uyimda mushuk bor. Kamida uyimda har kuni bitta ikkita mushuk bo'ladi. Chunki o'zim vrach bo'lganim uchun patsientlarim bir xillarda podarka qilib ketishadi. Bir xillarda 8 ta 10 tagacha chiqib ketadi ikki xonali uyda. Mushuklar soni. Xudoga shukr, qizimda hali bir marta ham na parazitar kasallik, na mikrosporiya bo'lgan.